men uchun hurmatsizlik. Menga savol berganingizda men javob beraman, lekin javob berayotgan paytim ko'zlarimga qarang. Savolni berib bo'lib, oldingizda turgan noutbukka emas. Savolni berib, keyin boshqa joyga qarash yaxshi emas. Men ochiqchasiga gaplashish tarafdoriman. So'nggi paytlarda matbuotda terma jamoa haqida qandaydir negativ fikrlar to'planib qoldi. Bir ikkita shunday fikrlarga ko'zim tushdi. Lekin bu borada mening fikrim boshqacha. Men bunday o'ylamayman. Jamoamiz yaxshi o'ynadi. So'nggi o'yindagi mag'lubiyat bu futbolning bir qismi. Jamoa ajoyib daraja ko'rsatdi. Bu mening fikrim. Sizlarniki menikidan farq qilishi mumkin. Mening fikrim esa shunday. Sizlar tomonidan qo'yilayotgan talab bu eng yaxshi avlod har doim g'alaba qozonishi kerak degani. Mening fikrimcha bunday emas. Terma jamoada oltin avlod, kumush avlodi yoki bronza avlodi bo'lishi mumkin. Qanday nomlasangiz nomlang. Mening nazarimda jamoada eng yaxshi futbolchilar bormi yo'qmi, eng yaxshi avlod bu g'alaba qozonadigan avlod. G'alaba qozonish uchun o'ynaydigan futbolchilardan iborat jamoa. Ularda qozonilgan g'alabalar yutqazgan o'yinlardan ko'proq bo'ladi. Cristiano Hoylund kiritgan golni sening uslubingda nishonlaganiga qanday munosabatdasan? Bu borada hech qanday muammo yo'q. Men uchun bu muammo emas. U golni mening uslubimda nishonlab hurmatsizlik qildi deb o'ylamayman. Va u o'z golni mening uslubimda nishonlagan yagona futbolchi emas. Dunyoda boshqa sport turlarida ham mening nishonlash uslubimdan foydalanishadi. Men uchun bu faxr tuyg'usini beradi va umid qilamanki, oldimizdagi o'yinda u ham mening gol nishonlashimni tomosha qiladi.